Imom Tabariy rahimahulloh aytadilarki, munofiqlar haqida: Dinuhum wahid va tariqatuhum wahid. Ularning dini birdir va ularning yo'llari ham birdir deydi. Mana bu oyatni tafsiri haqida nima qiladi? Mana shu so'zlarni keltirganlar. Chunki Alloh taolo ayat karimada munofiqlarni aytadiki: Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Munofiqlar va munofiqalar ba'zilari ba'zilaridandir. Ya'ni ular bir-birlariga bog'liqdirlar. Ya'muruna bil munkar va yanhauna 'anil ma'ruf. Munkarga buyuradilar, ma'rufdan, yaxshi amaldan qaytaradilar deydi. Mana shu oyat tafsir qilib turib Imom Tabariy ularning dini bitta va ularning uslublari ham, yo'llari ham bir xil o'xshash deydi Imom Tabariy rahimahulloh. Ibn Qayyim Javziy rahimahulloh aytadilarki, Madarajus Salikin kitoblarida ular deydi bir xil jinsga o'xshaydi. Ba'duhu yushbihu ba'do. Ba'zisi ba'zisiga o'xshaydi. Ya'muruna bil munkari ba'da an yaf'aluhu. Ular munkarni qilgandan keyin munkarga buyuradilar. Va yanhauna 'anil ma'rufi ba'da an taraku va ma'rufdan qaytaradilar, ma'rufni tark qilganlaridan keyin deb aytadilar. Demak, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning zamonasidagi munofiqlar bilan to qiyomatgacha chiqadigan munofiqlarning gaplari, mavqiflari, holatlari bir-biriga o'xshash. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad alladhi jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, sizlar bilan yangi silsilaviy darslik qilishlikni maqsad qildik. Mana bu darsni chiqarishlikda qariyb 5 yildan beri reja qilib kelaman. Doim orqaga surilib, vaqtlar bo'lmasdan va bu haqidagi ma'lumotlarni yana ham to'liqroq yig'ishlik harakatida cho'zilib mana 5 yil avval maqsad qilgan darslikni siz azizlar bilan endi ulashishlikni maqsad qildim birodarlar. Alloh subhanahu va taolo ushbu bo'ladigan darslarni barchalarimiz uchun manfaatli qilgan bo'lsin. Mana bu darsimiz nomi birodarlar munofiqlar, jihod hamda mujohidlar deb nomladim. Mana bu darsimizda nima haqida suhbatlashamiz? Mana bu darsimizda munofiqlarni jihod borasidagi tutgan pozitsiyalari, jihod haqidagi ularning mavqiflari, jihod haqidagi ularning holatlari, gaplari, amallari haqida biiznillah suhbatlashamiz. Chunki munofiqlarni kirdikorlarini eng ochib tashlaydigan narsa va ularning haqiqatini bayon qiladigan narsa bu albatta jihod ibodati hisoblanadi. Mana bu darsimiz asnosida bir qancha bir sifatlarni, munofiqlar sifatlarini va ularning jihod bilan bo'lgan holatlarini guvohi bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamni yuborgan vaqtda odamlar avvaliga 2 toifa edi. Musulmon toifa va kofir toifa. 3-chi toifa yo'q edi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Makkadan Madinaga hijrat qilganlaridan keyin va jihod ibodati sodir bo'lgandan keyin, ya'ni jihodga Alloh subhanahu va taolo buyurgandan keyin va mana bu jihodda, jangda musulmonlar kofirlar ustidan, mushriklar ustidan g'alaba qozongandan keyin 3-chi toifa yuzaga chiqdi. Ya'ni odamlar 3 toifaga bo'lindi. Biri musulmon, ikkinchisi kofir, mushrik, ochiq, ya'ni kufr ochiq bo'lgan insonlar, uchinchisi esa munofiqlar. Bu munofiqlarni yuzaga chiqishligidagi sabab bu jihod ibodati edi. Chunki musulmonlar Badr g'azotidagi g'alabasidan keyin munofiqlar qo'rquvga tushdi va o'zlarini shaxsiy manfaatlarini xohlagan holda o'zlarining dillarini zohiran tark qilishdi. Badr g'azotigacha Madinadagi mushriklar o'zlarini shirkini ochiqchasiga qilishardi, o'zlarini kufrini ochiqchasiga e'lon qilardi. Biroq bu joyda palla musulmonlar tomonidan og'ir keldi. Va musulmonlarning g'alaba qozonganligini ko'rgandan keyin ularning qalbida qo'rquv paydo bo'ldi. Va natijada o'zlarining shaxsiyatlarini burishdi. Ya'ni zohiran o'zlarini musulmon qilib ko'rsatishib, biroq o'zi aslida esa shirkida qolishdi. Demak, 3-chi toifa mana shu toifa edi. Munofiqlar toifasi edi. Alloh subhanahu va taolo mana bu toifa insonlar haqida aytadiki: "Va minan nasi man yaqulu amanna billahi va bil yawmil akhir va ma hum bimu'minin." İnsanlar orasida shunday deydigan kishilar bo'ladi. Ular Allohga iymon keltirdik, oxiratga iymon keltirdik deb aytadilar. Va ma hum bimu'minin. Ular mu'min emaslar deyapti Alloh taolo.
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ular Allohni va iymon keltirganlarni aldamoqchi bo'ladilar. Ular faqatgina o'zlarini aldaydilar. Va ma yash'urun, va mana bu narsani his qilmaydilar. Fi qulubihim marad fazadahumullohu maradan va lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Ularning qalblarida maraz bordir, kasallik bordir. Mana bu kasallik nifoq kasalligi edi. Alloh taolo oyat karimada davom qilib aytayaptiki, fazadahumullohu marada. Ularni mana bu marazini Alloh subhanahu va taolo ziyoda qildi. Ular uchun alamli azob bordir, yolg'on gapirganliklari tufayli deydi Alloh taolo. Demak, Allohni va mu'minlarni aldamoqchi bo'lib, o'zlarini musulmon qilib ko'rsatishga harakat qilayotgan bu 3-toifa odamlar, bular munofiqlar edi. Mana bu munofiqlarni kelib chiqishligi Madinada sodir bo'ldi, birinchi kelib chiqishligi. Va bularni o'zlariga xos bo'lgan aqidalari, o'zlariga xos bo'lgan amallari va o'zlariga xos bo'lgan sifatlari bor. Mana shu sifatlar bilan, mana shu alomatlar bilan munofiqlarni kashf qilishlikda imkoni bor edi. Biroq ular zohiran islomni oshkor qilib, ya'ni ochiqchasiga kufrni oshkor qilmaganligi uchun ham ularni ochiqchasiga kofir yoki murtad deb turib hukm berilmaydi. Buni darsimiz davomida aytib o'tamiz biiznillah. Biroq ularni nifoqini, kirdikorlarini ochib qo'yadigan ba'zi bir amallari va ba'zi bir mavqiflari bo'lar. Mana shu mavqiflarini ochib tashlaydigan ibodatlardan biri bu jihad ibodati. Chunki mana shu ibodat tufayli o'zi bular nima bo'ldi? Ya'ni yuzaga chiqishdi. Jihad tufayli, jihad farz qilinib, jihadga buyurilib, jihadda musulmonlar g'alaba qozongandan keyin mana bu toifa kelib chiqdi. Alloh subhanahu va taolo o'zining kitobida munofiqlarni kirdikorlarini bir qancha suralarda bayon qiladi. Alloh subhanahu va taolo Ali Imron surasida, Niso surasida, Moida surasida, Baqara surasida va bundan boshqa suralarda Alloh subhanahu va taolo munofiqlarning amallarini va ularning sifatlarini Alloh taolo bayon qilgan. Va hatto Alloh subhanahu va taolo munofiqlarning kirdikorlarini ochib tashlashlik borasida hatto bitta sura nozil qilgan Alloh taolo. Tavba surasi. Tavba surasini salafus solihlar, sahobalar, tobiinlar Fodiha deb aytardilar. Ya'ni Tavba surasining nomlaridan biri Fodiha. Fodiha degani sharmanda qilish, ochib tashlash, kashf qilish degan ma'noda. Chunki bu sura munofiqlarni shunaqa darajada sifatlarini ochib tashladiki, hatto ularni jihad farz qilingan paytda, jihodga chaqirilgan paytda ularning yuz tuzilishlari qanaqa bo'lishligi, ularni aytadigan gaplari qanaqa bo'lishligi, ularning mavqiflari, pozitsiyalari qanaqa bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo mana bu sura karimada ochib tashladi. Shuning uchun ham ulamolar mana bu surani Tavba surasini Fodiha deb turib atardilar. Bu borada dars qilishligimizdan maqsad birodarlar, chunki nifoq va munofiqlarning sifatlari deyarli o'zgarmaydi. Alloh subhanahu va taolo bekarga mana bu toifa odamlarni Qur'onda zikr qilmadi. Mana bu toifa odamlar qiyomatgacha davom etadi. Bu haqida to'xtalib o'tamiz. Hozirgi zamonamizdagi munofiqlarni kashf qilishlikni biz o'rganamiz. Mana shu darslarimiz orqali. Chunki ularning gaplari Payg'ambar alayhisalom zamonasida yashagan va ular haqida oyatlar nozil bo'lgan munofiqlarning gaplari bilan o'xshab ketadi. Mavqiflari, holatlari bir-biriga o'xshab ketadi. Alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki: "Va qalallazina la ya'lamuna laula yukallimuna Allohu aw ta'tina ayah. Kazalika qalallazina min qablihim misla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun." Bilmaydigan kishilar aytdilarki, agar bizga Alloh gapirsa, ya'ni Alloh bizga gapirsin deydi. Yoki bizga bir oyat, mo'jiza keltirsang deydi. Kazalika qalallazina min qablihim. Ulardan avvalgilar ham ularning so'zlari kabi so'zda aytishdi. Bir xil gap gapirishdi. Misla qawlihim. Bir xil gap gapirishdi. Bu bir xil gap gapirishlarining sabablari nima edi? Alloh taolo bayon qilyaptiki, tashabahat qulubuhum. Ularning qalblari bir-biriga o'xshash edi. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Allohga aniq ishonadiganlarga biz oyat, mo'jizalarni ochiq bayon qildik deydi. Demak, gaplardagi o'xshashlik, mavqiflardagi o'xshashlik mana bu qalblarning ham o'xshashligiga dalolat qiladi. Biz inshaalloh darsimiz davomida munofiqlarning jihad borasidagi va mujohidlar borasidagi gaplarni keltiramiz. Qur'onda sobit bo'lgan gaplarni keltiramiz va hozirdagi zamonamizda o'zlarini musulmon qilib ko'rsatishga harakat qilib, o'zlarining nifoqini yashirishga harakat qilayotgan munofiqlarni mana shu yo'l bilan kashf qilishlikka harakat qilamiz. O'zimiz zamonamizdagi munofiqlarni shubhalariga yoki ularning gaplariga ko'p to'xtalib o'tmaymiz. Chunki ba'zida inson
shoshilib ketib turib, munofiq hukmini shoshilib bir odamga berib yubormaslik uchun biz Nabiy sallallohu alayhi vasallamning zamonasida yashagan munofiqlarning gaplari va ularning gaplarini Qur'onda keltirgan oyatlarni zikr qilamiz va mana bu oyatlarni tafsir qilar ekanmiz, ulamolar so'zini keltirar ekanmiz. Mo'min odam, musulmon odam muasir bo'lgan hozirdagi zamonamizdagi yashab turgan munofiq kishilarni bemalol biznillah kashf qila oladi. Imom Tabariy rahimahulloh aytadilarki, munofiqlar haqida: Dinuhum wahid va tariqatuhum wahid. Ularning dini birdir va ularning yo'llari ham birdir deydi. Mana bu oyatni tafsiri haqida nima qiladi? Mana shu so'zlarni keltirganlar. Chunki Alloh taolay karimada munofiqlarni aytadiki, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Munofiqlar va munofiqalar ba'zilari ba'zilaridandir. Ya'ni ular bir-birlariga bog'liqdirlar. Ya'muruna bil munkar va yanhauna 'anil ma'ruf. Munkarga buyuradilar, ma'rufdan, yaxshi amaldan qaytaradilar deydi. Mana shu oyat tafsir qilib turib Imom Tabariy ularning dini bitta va ularning uslublari ham, yo'llari ham bir xil o'xshash deydi Imom Tabariy rahimahulloh. Ibn Qoyyim Javziy rahimahulloh aytadilarki, Madarijus Salikin kitoblarida ular deydi bir xil jinsga o'xshaydi. Ba'duhu yushbihu ba'da. Ba'zisi ba'zisiga o'xshaydi. Ya'muruna bil munkari ba'da an yaf'aluhu. Ular munkarni qilgandan keyin munkarga buyuradilar. Va yanhauna 'anil ma'rufi ba'da an taraku va ma'rufdan qaytaradilar, ma'rufni tark qilganlaridan keyin deb aytadilar. Demak, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning zamonasidagi munofiqlar bilan to qiyomatgacha chiqadigan munofiqlarning gaplari, mavqiflari, holatlari bir-biriga o'xshash. Ularning sifatlari, alomatlari haqida to'xtalishdan avval birodarlar, nifoqning ta'rifi va uning turlari va nifoqqa taalluqli bo'lgan ba'zi masalalarni zikr qilib o'tamiz. Birinchisi, nifoqning ta'rifi nima? Nifoq degani o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsangiz, chiqish degan ma'noda. Arablarda cho'l sichqonini nafiq deyshadi. Nafiq nimaga? Cho'l sichqoni chunki bir joydan kiradi, uni kiradigan joyi bitta, lekin chiqadigan joylari 3-4 xil bo'ladi. Ya'ni bitta teshikdan kirib, bitta teshikdan chiqmaydi. Ya'ni chiqadigan joylari nima? Har turli bo'ladi. Munofiq ham xuddi shunaqa. Ya'ni uning kiradigan joyi har xil. Ya'ni u doim nima? Islomdan chiqaruvchi bo'lgan amal bilan sifatlanadi. Ya'ni nifoqul i'tiqod deyiladi, e'tiqodiy nifoq bilan sifatlanadi. O'zini musulmon qilib ko'rsatadi, lekin o'zi aslida esa u kofir. Ulamolar aytadiki, munofiq deb turib nomlandi, chunki u islomni zohir qiladi. Kimga? Islom ahliga. Va kufr ahliga esa o'zini kufrini zohir qiladi. Ya'ni unda ikkita eshik bor. Islom musulmonlarga ko'rsatadigan eshigi boshqa va kofirlarga ko'rsatadigan eshigi boshqa. Ikkala tomondan nima qiladi? Ya'ni o'zining manfaatini jalb qilishga harakat qiladi. Ibn Taymiyya rahimahulloh Majmu'ul Fatawa kitobida aytadilarki, nifoq lafzi arablarda ishlatilmagan deydi. Ya'ni munofiq deb turib ishlatilmagan deydi. Mana bu lafzni Qur'on ishlatgan, biroq nifoq so'zi arab tilidan olingan deydi. Masalan, arablarda aytilardiki, nafaqati dabba, hayvon o'ldi deyardi. Nafaqa degani chiqdi. Ya'ni uni hayvonning ruhi chiqdi, joni chiqdi degan ma'noda ishlatilgan deydi. Biroq ya'ni Qur'oni Karimda nifoq so'zini Alloh subhanahu va taolo o'zini haqiqiy kufrini yashirib, islomda oshkor qiladigan, zohir qiladigan insonlarga ishlatdi deb aytadilar. Ya'ni nafaq degani o'zi aslida chiqish degan ma'noda. Kiradi, chiqadi, kiradi, chiqadi, o'zini nimasini manfaatiga nima qiladi? Qarab yuradi. Nifoqni ikkita turi bor birodarlar. Birinchisi e'tiqodiy nifoq. Bu katta bir kufrki, buning ko'rinishi o'zini musulmon qilib ko'rsatadi. Tevada aytganimizdek, o'zi aslida esa kofir, kufrini yashiradi. Mana bular haqida Alloh taolay karimada aytadiki, hum fid darkil asfali minan nar. Ular do'zaxning eng tubidadirlar deydi. Bu e'tiqodiy nifoq. Bu dindan chiqaradi. E'tiqodiy nifoqning ham bir qancha alomatlari bor. Birinchisi, kim payg'ambar alayhisolamni yolg'onchiga chiqaradigan bo'lsa, e'tiqodiy nifoqqa tushadi. Garchi o'zini musulmonman deyotgan bo'lsa ham, lekin Nabiy sallallohu alayhi vasallam olib kelgan narsani, Nabiy sallallohu alayhi vasallam so'zlarini yolg'onga chiqaradigan bo'lsa, e'tiqodiy nifoqqa chiqadi, dindan chiqadi. Yana e'tiqodiy nifoqqa misollardan biri, Nabiy sallallohu alayhi vasallam olib kelgan narsalarning ba'zisini yolg'onga chiqarishlik. Ya'ni ba'zisini yolg'onga chiqarsa ham e'tiqodiy nifoqqa tushadi. Uchinchisi, payg'ambar alayhisolamni yomon ko'rishlik. Payg'ambar alayhisolamni masalan hozirdagi munofiqlar bor, o'zini musulmonman deydi. Payg'ambar alayhisolamni Oysha onamizga uylanganligini yoqtirmaydi. Payg'ambar alayhisolam qilganlarini yoqtirmaydi. Mana bular e'tiqodiy nifoqdagi odamlar. Mana bular dindan chiqqan insonlar hisoblanadi. Ya'ni payg'ambar alayhisolamni yomon ko'rishlik bu e'tiqodiy nifoqqa kiradi. Va payg'ambar alayhisolam olib kelgan dinni zaiflashishligi, mag'lub bo'lishligi bilan xursand bo'lishlik. Mana bu ham e'tiqodiy nifoqning alomatlaridan biri. Va payg'ambar alayhisolamning dini g'olib bo'lganligini karih sanashlik.
musulmonlarning g'olib bo'lganligini yomon ko'rishlik. Mana bu ham e'tiqodiy nifoq turlaridan. Endi ikkinchi nifoqning turi bu amaliy bo'lgan nifoq. Mana bu nifoq kishini islom millatidan, islom dinidan chiqarmasa ham, biroq katta nifoqqa olib borguvchi sabablardan biri deb turib e'tibor qilinadi. E'tiqodiy nifoqni sifatlari ko'p, amallari ko'p. Masalan, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, 4 ta xislat bor. Ana u xislat kimda bo'ladigan bo'lsa, u tamomiy munofiq bo'ladi dedilar Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Va Nabiy sallam aytdilarki, u sifatlar, ya'ni u xislatlar agar unga omonat qo'yilsa, xiyonat qiladi, gapirsa yolg'on gapiradi, ahd bersa, ahdiga vafo qilmaydi va husumatlashadigan bo'lsa, fojirlik qiladi. Mana shu 4 ta sifat. Ya'ni bu amaliy nifoqning turlari. Amaliy nifoqning turlari ko'p. Biroq bu dindan chiqarmaydi. Tevada aytib o'tganimizdek, bu ana shu asli nifoqqa, e'tiqodiy nifoqqa tushgan odamlarning amallaridan biri. Bu e'tiqod darajasiga o'tmagan, lekin e'tiqodiy munofiqlar, ya'ni islomni oshkor qilib o'zi aslida kufrda yashirib turganlar mana shu amallarni qiladi. Ya'ni omonat qo'yilsa xiyonat qiladi va gapirsa yolg'on gapiradi. Chunki nifoq nima? Nifoq bu bir narsani yashirib, haqiqatni yashiradida, ya'ni o'zini kofirligini yashiryapti-da va yolg'onni, ya'ni islomni nima qilyapti? Yolg'ondan oshkor qilyapti. Gapirganda yolg'on gapirgan odam ham xuddi shu ishni qilyapti. Chunki haqiqat bor, ichida turibdi haqiqat, lekin nima qiladi? Mana bu haqiqatni yashiradi, yolg'on gapiradi. Yoki omonat qo'ysa xiyonat qiladi. Omonatda ham xuddi shunaqa. Ya'ni undagi haqiqat shuki, omonat qo'yilgan, lekin omonatni nima qiladi? Xiyonat qiladi. Agar ahd bersa, ahdiga vafo qilmaydi. Agar husumatlashadigan bo'lsa, fojirlik qiladi. Fojirlik qilish deganda ikkita ma'no tushunadi deydi ulamolar. Fojirlik qilganda haqorat qiladi deb ham, yoki bo'lmasa ana shu husumatdan yutishlik uchun hamma narsani qiladi. Ya'ni har xil noto'g'ri yo'llar, so'kadi, haqorat qiladi yoki bo'lmasa yolg'onlar ishlatadi. Nima bo'lsa ham ana shu tortishuvdan, ana shu husumatda men g'olib chiqaman deydi. Demak, mana bu nifoqni amaliy ko'rinishlaridan biri hisoblanadi. Munofiqlarning hukmi nima? Munofiqlarning hukmi bular zohiran islom va musulmonlarning hukmini oladi. Chunki ular zohirini oshkor qilib turibdi-yu, zohirini oshkor qilib turganligi uchun modomiki kufr ko'rinmas ekan, ochiqdan ochiq ularga islom hukm beriladi. Illoki qachon kufr ko'rinadigan bo'lsa, ularga kofir deb hukm beriladi. Alloh subhanahu va taolo ayet karimada aytadiki: "Va mimman hawlakum minal a'rabi munafiquna va min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila 'adabin 'azim." Sizlarning atrofingizda a'robiylardan munofiqlar bor va Madina ahlidan ham munofiqlar bor. Ular nifoqda siqasi chiqib ketgan odamlardir. Ya'ni nifoqda haddidan oshgan insonlardir. Sizlar ularni bilmaysizlar, biz ularni bilamiz. Biz ularni 2 marotaba azoblaymiz, so'ngra ular buyuk azobga qaytarilurlar deydi Alloh taolo. Mana bu oyat karimada munofiqlarning hukmi haqida ishora bor. Chunki Alloh taolo oyat karimada aytayaptiki, sizlar ularni bilmaysizlar deyapti. Ya'ni biz ularni haqiqatan munofiq yoki munofiq emasligini, ya'ni kofirligini bila olmaymiz zohiridan. Chunki ular bizga islomni nima qilib turadi? Oshkor qilib turadi. Islom esa faqatgina zohir bilan hukm qiladi. Ibn Hajar rahimahulloh aytadilarki: "Va kulluhum ajma'u ala anna ahkam ad-dunya ala az-zohir, wallohu yatawalla as-sarair." deydi. Ulamolarning hammasi ijmo qilganki, dunyodagi ahkomlar zohiriga qarab bo'ladi. Ichini esa Alloh subhanahu va taoloni o'zi biladi. Sirlarda esa faqatgina Alloh subhanahu va taoloni o'zi biladi deydi. Ibn Taymiyo rahimahulloh aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam Alloh ularni bildirib qo'ygan munofiqlarni bilardilar. Ular o'zlarini yolg'onchi emas ekanligini aytib Payg'ambar alayhisolamning huzurlarida qasam ichardilar. Ya'ni biz musulmonmiz, biz sizlar tomonmiz deb qasamlar ichardi. Va Nabiy sallallohu alayhi va sallam esa ularni oshkoralarini qabul qilardilar va ularni ichlarini, botinini Alloh subhanahu va taologa topshirardi. Ya'ni mana bu so'zlardan bilamizki, ya'ni munofiqning hukmi dunyoda musulmonlarning hukmida bo'laveradi. Hatto Nabiy sallallohu alayhi va sallam ham ba'zi munofiqlarga islom zohir qilganligi uchun janoza o'qiganlar. Va ba'zilarini Alloh subhanahu va taolo bildirib qo'ygan nomma-nom ular borasida Nabiy sallam janoza o'qimaganlar. Huzayfatul Yamoniyga mana shu munofiqlarni ism nima qiladilar? Payg'ambar alayhisalom Huzayfatul Yamonga aytib ketadilar. Payg'ambar alayhisalom sirdoshlari bo'lgan, ya'ni munofiqlar borasidagi haqiqatlarni bilgan, ularning kimligini bilgan. Umar roziyallohu anhu agar Madina ahlidan birorta bir odam o'lib qoladigan bo'lsa, janozasiga bormasdan turar ekan. Agar Huzayfat ibn Yamon borganligini ko'rsa, janoza o'qiyotganligini ko'rsa, keyin Umar roziyallohu anhu ham borib turib janoza o'qar ekan.
Yana nifoqqa taalluqli bo'lgan masalalardan biri birodarlar, nifoqni qiyomatgacha doimiy bo'lishligi. Ibn Taymiy rahimahulloh aytadilarki, mutaaxir bo'lgan odamlar o'ylashdiki deydi, islomni oshkor qiladigan odamlar yoki adolatli insonlar yoki fosiq insonlar deb o'ylashdi. Ya'ni salafi solihlar davridan keyin kelgan musulmonlar o'zini musulmonman deyotgan odam ikkiga bo'linadi. Odil inson, yaxshi inson, solih inson yoki fosiq inson. Bo'ldi, boshqa uchinchi turi yo'q deb turib o'yladilar. Va aytadilarki, wa'aradu an hukmil munafiqin, va munofiqlarning hukmidan esa bosh tortdilar. Ya'ni ularni bilishlikdan bosh tortdilar. Ular ham o'z aslida bor, musulmonlarning ichida bor, bular juda ham ko'p. Musulmonlarning ichida. Va so'zini davom qilib aytadilarki, val munafiquna ma zalu va la yazaluna ila yawmil qiyamah. Munofiqlar avval ham bo'lib kelgan va to qiyomat qoyim bo'lgungacha davom etadilar, dedilar Ibn Taymiy rahimahulloh. Nifoqqa taalluqli bo'lgan masalalardan biri shuki, yana birodarlar, mu'min odam, musulmon odam doim nifoqdan qo'rqadi. Munofiq bo'lib qolishlikdan qo'rqadi. O'zini ehtiyot qiladi nifoqdan. Va munofiqlik sifatlari bilan bir sifatlanib qolishdan qo'rqadi. Shuning uchun ham munofiqlarning sifatlarini o'rganadi. Bularning sifatidan yiroq bo'lishlik uchun. Ibn Abi Mulayka aytadilarki, adraktu 30 min ashabi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam kulluhum yakhafuna an-nifaq ala nafsihi ma minhum ahadun yaqulu imanuhu ka imani Jibril. Men Nabi sallallohu alayhi va sallamning ashablaridan 30 tasiga yo'liqdim. Ularning har bittasi o'zi borasida nifoqdan qo'rqar edilar. Va ulardan birortasi ham aytmasdiki, mening iymonim Jabroilning iymoni kabi deb aytmasdilar deydi. Hasan Basri rahimahulloh aytadilarki, ma khafahu illa mu'min va la aminahu illa munafiq. Nifoqdan faqatgina mu'min odam qo'rqadi. Nifoqdan faqatgina munofiq bo'lgan odamgina o'zini xotirjam his qilib qoladi deb aytadilar. Demak, mu'min odam borki, nifoqdan ehtiyot bo'ladi. Munofiqlarning sifati bilan sifatlanib qolishligidan ehtiyot bo'ladi. Endi biz nifoq haqida gapirar ekanmiz, aytib o'tdikki, munofiqlar qiyomat qoyimgacha bo'ladi degan qavulni keltirdik. Huzayfatul Yaman radhiyallohu anhu aytadilarki, bu haqida, ya'ni zamonlar o'tgan sari munofiqlarning ham adadlari ko'payib ketishligi haqida va ularning islomga beradigan zararlari zamonlar o'tishligi bilan ko'payib ketishligi haqida munofiqlarning ism bilgan zot payg'ambar alayhisalom sirdoshlari Huzayfatul Yaman aytadilarki, innal munafiqina al-yawma sharrun minhum ala ahdi an-nabiy sallallohu alayhi va sallam. Bugungi kunimizdagi munofiqlar Nabi sallallohu alayhi va sallamning zamonlaridagi munofiqlardan ko'ra yomonroqdir. Kanu yawma idin yusirrun. Ular u kunda payg'ambar alayhisalom zamonasidagi munofiqlar o'zlarini kufrlarini maxfiy qilardilar, sir tutardilar, ichida saqlardilar. Wal yawma yujhirun. Bugunga kelib esa ular jahriy qilmoqdalar, ya'ni oshkora qilmoqdalar o'zlarining kufrlarini, nifoqlarini dedilar. Agar hozirgi zamonamizni Huzayfatul Yaman ko'rganda nima degan bo'lardi? Bu zot, ya'ni tobiinlar zamonasidagi holat haqida gapiryaptilar. Zubayr ibn Adi aytadilarki, Anas ibn Malik radhiyallohu anhu oldiga keldikda va Hajjojdan sodir bo'layotgan zulmlar borasida u kishiga shikoyat qildik va aytdilarki, u kishi, sabr qilinglar. Sizlarga shunday bir zamonlar keladiki, undan keyingi keladigan zamon o'tib ketgan zamondan ko'ra yomonroq bo'ladi. Ya'ni har vaqt o'tgan sari sizlardagi yomonlik, qiyinchilik, musibat yana ham ziyodalashadi. Men bu gapni payg'ambaringlardan eshitdim, dedilar Anas ibn Malik radhiyallohu anhu. Islom va musulmonlarga birodarlar, munofiqlarning xatari juda ham katta. Shuning uchun biz ularning sifatlarini, ularning gaplarini, gapirayotgan gaplaridan va ularning amallaridan biz ajratib olishligimiz kerak. Ajratib olishlikning imkoni bor, to'g'ri, hukm qilmaymiz. Biroq nifoqning alomati borligini sezsiz bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki, ularning so'zlaridan, gaplarini, lahallaridan siz ularni bilib olasiz deydi, ajratib olasiz deydi. Munofiqlarning holatlarini Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bekarga zikr qilmadi, chunki mana bu holatlar takrorlanib turadi to qiyomatgacha. Ibn Qoyyim Javziy rahimahulloh munofiqlarning xatarini bayon qilib aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo munofiqlarni kashf qildi va ularni bekinib turgan pardalarini Alloh subhanahu va taolo ochib tashladi. Qur'oni Karimda ularning sirlarini ochib tashladi Alloh taolo va o'zini mu'min bandalari ulardan ogoh bo'lishligi uchun ularning ishlaridan, ularning amallaridan juda ham ko'pchiligini Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bayon qildi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo 3 olam insonlarini bayon qildi. Birinchisi Baqara surasida, birinchisi mu'minlar, ikkinchisi kofirlar, uchinchisi munofiqlar. Mu'minlar haqida 4 ta oyatni Alloh taolo zikr qildi. Kofirlar haqida 2 ta oyatni zikr qildi.
Munofiqlar haqida esa 13 ta oyatni Alloh subhanahu va taolo zikr qildi. Buning sababi ularning ko'p bo'lganligi islom ummatining ichida va umumul ibtila bihim va ular bilan balolanib qolishlik, ular bilan musibatlanib qolishlikning umumiy bo'lganligi tufaylidir va islom va uning ahliga ularning fitnasining shiddatining qattiqligidan Alloh subhanahu va taolo 13 ta oyat karimada bayon qildi. Va aytadilarki, islomga kelgan bular tomonidan bo'ladigan balo musibatlar juda ham qattiq bo'lgan. Chunki ular o'zlarini zohiran islom va musulmonlarga nisbatlashadi. Zohiran islom va musulmonlarga nisbatlashadi va ularga ansor ekanligini, ularni do'stlari ekanligini zohiran oshkor qilishadi. Haqiqatda esa ular islom ummatining dushmanlaridir. Doim islom ummatiga adovatni xohlaydilar. Qanchadan qancha islomning chodirlarini ular tikalangandan keyin buzdilar. Va kam min hasnin lahu qad qala'u asasahu wa kharrabu va islomning qanchadan qancha qal'alarini buzdilar. Va kam min ilmin qad tamasu qanchadan qancha ilmlarni ular yo'q qildilar. Ilmning nurini yopdilar. Va qanchadan qancha islom bayroqlarini esa ular tushirdilar. Va qanchadan qancha islomning usullarini, ya'ni islomning asos masalalarini ular shubhalar bilan nima qildilar? Buzmoqchi bo'ldilar. Va qanchadan qancha islomning buloqlarini ular o'zlarining fikrlari va shubhalari bilan ana bu buloqlarni ko'mdilar. Islom va musulmonlar hali hanuzgacha ana bu munofiqlardan qattiq aziyatda va qattiq bir imtihondadirlar. Va ular har qachon musulmonlarga va islomga nisbatan o'zlarini guruhlarini, ya'ni o'zlarining sariyalarini, o'zlarining to'dalarini chiqarib shubhalarini otishlikda davom etadilar. Va yaz'umuna annahum bizalika muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Va ular o'ylaydilarki, mana shu qilayotgan ishlari bilan o'zlarini muslihmiz deb o'ylaydilar. Ogoh bo'linglarki, ana o'shalar mufsiddirlar, fasodchidirlar, va lekin ular buni sezmaslar, deydi Ibn Qoyyim Javziy rahimahulloh. Alloh subhanahu va taolo munofiqlarga qanday muomala qilishlik haqida Qur'oni Karimda Nabiy sallallohu alayhi va sallamga quyidagi oyatlarni nozil qildi. Alloh taolo aytadiki: "Ya ayyuhan nabiy jahidil kuffara wal munafiqin." Ey payg'ambar, kofirlarga va munofiqlarga qarshi jihad qiling. Vaghlud alayhim, va ularga qattiq bo'ling. Ularga qattiq qo'l bo'ling. Va ma'wahum jahannam va bi'sal masir. Ularning borar joyi jahannamdir. U qanday ham yomon joydir, deydi Alloh taolo. Va boshqa oyat karimalarda esa Alloh taolo munofiqlarga itoat qilib qo'yishlikdan, ularga quloq solib qo'yishlikdan Alloh taolo qaytardi. Alloh taolo ayat karimada aytadiki: "Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah va la tuti'il kafirin wal munafiqin." Ey payg'ambar, Allohdan taqvo qiling va kofir va munofiqlarga itoat qilmang, deydi. Boshqa oyat karimada aytadiki: "Va la tuti'il kafirin wal munafiqin wada'adahum." Kofir va munofiqlarga itoat qilmang va ularning ozonlarini tark qiling, deydi Alloh taolo. Boshqa oyat karimada mu'minlarni munofiqlarga quloq solib qolishlikdan ogohlantirib, Alloh taolo aytadiki: "Va minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya va yushhidulloha ala ma fi qalbihi va huwa aladdul khisam." Insonlar orasida shunday kishilar borki, ularning so'zlari sizni hayotiy dunyoda ta'jublantiradi va qalbidagi narsaga Allohni guvoh qiladi. Vallohi men to'g'ri gapiryapman, deydi. Allohni guvoh qilib qasam ichadi. Va huwa aladdul khisam. Holbuki u ashaddiy husumatchidir. Dinga va musulmonlarga eng ashaddiy dushman bo'lgan odam mana shudir, deydi. Boshqa oyat karimada aytadiki: "Va yaqulu tasma' li qawlihim." Agar ular gapirsalar ba'zida, ularning qavllariga, so'zlariga quloq solib qo'yasiz, deydi. Boshqa oyat karimada esa aytadiki: "Va fikum samma'una lahum." Sizlarning ichingizlarda, ya'ni musulmonlarning ichida ana shu munofiqlarga quloq tutib qo'yayotgan insonlar bor, deydi Alloh taolo. Demak, Alloh subhanahu va taolo nifoqi oshkor bo'lib qolgan, o'zini munofiqligini tutgan pozitsiyalari bilan, mavqiflari bilan oshkor qilib qo'ygan insonlarga quloq solishni Alloh taolo qaytaryapti. Chunki ularning vazifasi nima? Gapirsa nima qiladi? Faqatgina aziyatni gapiradi, musulmonlarga ozor beradi, dinga ozor beradi. Alloh taolo karimada aytadiki: "Va idza zahaba al-khawfu salaqukum bi alsinatin hidad." Agar xavf xatar ketadigan bo'lsa, ya'ni jihad e'lon qilinadigan bo'lsa, jihodga chaqiriladigan bo'lsa, ular nima qiladi? Sizdan umid qilishadi. Ya'ni siz ularni difo qilishligingizni xohlashadi. Ko'zlari o'ynab umid qilib turishadi. Qachonki musulmonlar, mujohidlar ulardan xavfni aritsa, omonlik keladigan bo'lsa, fa idza zahaba al-khawf, xavf xatar keladigan bo'lsa, mujohidlar nusratga erishsa, g'alabaga erishadigan bo'lsa, salaqukum bi alsinatin hidad. O'tkir tillari bilan sizlarni ranjitadilar, sizlarga ozorlar beradilar, deydi. Xavf xatar ketgandan keyin, omonlik kelgandan keyin, musulmonlar ozod bo'lgandan keyin mujohidlarga nisbatan, musulmonlarga nisbatan tillari bilan chaqib,
tillarini o'tkir qilib ozor berayotgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda sifatlayapti. Ular qanaqa odamlar ekan? Ular xavf xatar ketgandan keyin ham musulmonlarga tillari bilan ozor beradigan kishilar. Ba'zi kishi o'zini munofiq bo'lib qolganligini bilmay qolishligi mumkin. Alloh taolo oyat karimada aytadiki: "Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun." Ogoh bo'lingki, ana ular mufsiddirlar, fasodchidirlar, biroq bu narsani his qilmaslar deydi. Ya'ni his qilmaydi. Ya'ni o'zini musulmonman deb o'ylaydi, lekin g'irt nifoqning sifati bilan sifatlangan bo'ladi. Munofiq bo'lib qolgan bo'ladi, lekin o'zi bilmay qoladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar alayhisolom aytadilarki: "Ayatul munafiqi salas." Munofiqning alomati 3 tadir dedilarda, "Va insoma va salla va za'ama annahu muslim." Garchi roza tutsa ham, garchi namoz o'qisa ham va o'zini musulmon deb o'ylasa ham, ya'ni o'zini musulmonman deb o'ylaydi. Lekin u munofiqlik yo'liga tushgan bo'ladi, munofiqlarning sifatlari bilan sifatlanib qolgan bo'ladi. Shuning uchun nifoqdan ehtiyot bo'lishligimiz kerak. O'zimiz bilgan yoki bilmagan holatda munofiqlik qilib qo'yishligimiz, nifoq bilan sifatlanib qolishligimiz mumkin. Endi birodarlar, nifoqqa taalluqli bo'lgan ba'zi masalalarni bilganimizdan keyin munofiqlarni jihod borasidagi mavqiflari, holatlari haqida to'xtalib o'tamiz. Barchalarimizga ma'lumki, birodarlar, jihod islom o'rkachining cho'qqisi bo'lgan ibodat. Zirvatu sanamil islam deb Payg'ambar sollallohu jihodga ta'rif berganlar. Islomning cho'qqisi va eng oliy bir maqom bo'lgan cho'qqi va ibodat hisoblanadi mana bu ibodat. Va mana bu ibodatga esa nafslari, shahvatlari g'olib kelgan insonlar mana bu ibodatni qila olmaydi. Mana bu ibodatga nafslari pok bo'lgan, Allohni va oxiratni xohlagan insonlargina nima qiladi? Mana bu ibodatni qiladi. Men bu gapimni mubolag'a qilmayapman. Chunki shahid bilasizlarki, qabrda hisob-kitob qilinmaydi. Nimaga? Nimaga qabrda shahid odam hisob-kitob qilinmaydi? Chunki o'zini jihodga chiqishligi bilan, o'zini jihod maydonlaridagi sobit qadamligi bilan o'zini iymonini isbotlab olgan bo'ladi. Shuning uchun yo Rasululloh, nimaga hamma qabrdagi insonlar hisob-kitob qilinadi-yu, lekin shahid hisob-kitob qilinmaydi deganda Payg'ambar alayhisolom aytdilarki, boshlarida qilichlarning chaqnashi unga imtihon jihatdan yetarlidir. Savol-javob jihatdan yetarlidir deb turib aytdilar Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Demak, mana bu ibodat nafslarga og'ir bo'lgan ibodat. Mana bu ibodatga faqatgina sodiqlargina jur'at qiladi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo oyat karimada aytadiki: "Kutiba alaykumul qital va huwa kurhul lakum." Sizlarga jihod farz qilindi, u sizlarga yoqmaydi deydi. Jihod qilganlar esa ulayka humus sodiqun, ana o'shalar sodiqlardir. Ya'ni mu'minmiz, musulmonmiz degan gaplarida ana o'shalar sodiqlardir deydi. Demak, mana bu ibodat insonning nafsiga, o'zining shaxsiy manfaatiga yoqmaydigan bir ibodat ekan, mana bu ibodatni borasida munofiqlar ochilib qoladi. Mana bu ibodatni qilishmaydi va mana bu ibodatni qilishlikdan boshqalarini ham qaytarishadi. Ibodatlar ichida, islom ibodatlarining ichida ulamolar ittifoq qilganki, islomdagi ibodatlar ichida munofiqlarni shunday sizga ochiq ko'rsatib bayon qilib beradigan ibodat bu jihod ibodati. Shuning uchun ham ulamolar aytadiki, agar ahli sunnani bilmoqchi bo'lsang, hijrat va jihod borasidagi ularning mavqifiga qaragin deydi. Chunki haqiqiy ahli sunna, haqiqiy musulmon odam hech qachon jihod va mujohidlar borasida salbiy mavqifda bo'lmaydi. Kechagina bittasiga savol berdim. Aytayaptiki, sizlar haqdamisizlar yoki bizni vatanimizdagi domlalar haqmi deb turib aytayapti. Sizlar tortishinglar va biz kim yutadigan bo'lsa shunga ergashamiz dedi. Men aytdimki, siz dedim haqni mana shunaqa qilib topasizmi dedim. Agar sizni domlangiz bilan bir ateist odam tortishib turib yengib qo'yadigan bo'lsa, ateist bo'lib ketasizmi dedim. Siz shunaqa darajada o'zingizni fikringizga ega emasmisiz? Shunaqa darajada siz o'zingizni iymoningiz bilan ham o'ynasha olasizmi dedim. O'zingizni aqlingiz yo'qmi, o'zingizni ko'zingiz ko'rmi dedim. Va aytdimki, bitta savol beraman sizga dedim. Mana shu savolni javobini topib keling yoki bilsangiz ayting dedim. Payg'ambar alayhisalom zamonasidan boshlab to hozirgi zamonamizgacha Allohning yo'lida kofirlarga qarshi, bosqinchilarga qarshi jihod qilib, jang qilib, adashgan degan nomni olgan, zalolat yo'lini tutgan degan nomni olgan qaysi bir mujohidning ismini keltira olasiz dedim. Ya'ni Allohning yo'lida Payg'ambar alayhisalom davridan boshlab to hozirgi kunimizgacha kofirlarga qarshi qurol ko'tarib jang qilib, biroq tarixda ana u odam xavorij bo'lgan, ana u odam adashgan bo'lgan degan nomni olgan birorta bir odam bormi? Qanchalagan mujohidlar, qanchalagan qo'mondonlar o'tdi. Tarix ularni nima bilan esladi? Sahobalar o'tdi, tobiinlar o'tdi, Xolid ibn Valid o'tdi, Salohiddin Ayyubiy o'tdi, Nuriddin Zinki o'tdi, Muhammad Fotihlar o'tdi. O'zimizning vatanimizda qo'rboshilar o'tdi. Holbuki yana shular ham kofirlarga qarshi jang qildi. O'sha vaqtda ularni ham bosmachilar deyshti. Yomonotlik qilishdi. Va hozirgi kunga kelib esa ularning qahramon ekanligini butun odamlar bilyapti. Birorta bir
amirni, birorta bir qo'mondonni Allohning yo'lida haqiqiy ma'noda kofirlarga jihad qilib turib, yomon nomni olgan birorta bir odamni bilasizmi dedim. Umar Muxtorni ham bir paytlari xavorij deyishgan. Imom Shomilni ham adashgan deyishgan. Chechenistondagi mujohidlarni ham adashgan deb turib e'tiqod qilishgan. Afg'onistondagilarni ham shunday deb turib atashgan. Payg'ambar alayhisalom davridan beri hozirgacha kofirga qarshi jihad qilganlar adashmagan ekan. Endi nimaga hozirgi zamonamizda kelib turib ochiqdan ochiq kofirlarga qarshi kurashganlar, jihad qilganlar adashgan bo'lib qoladi? Mana bular zalolatga chaqirayotgan bo'lib qoladi. Shuni bir o'ylab ko'rmaysizmi dedim. Birorta bir jihad qilib turib adashib ketgan degan nomni olgan va zalolat yo'lini tutgan, jihad yo'li bu zalolat edi. Mana shu zalolat yo'lini tutib ketdi bular, adashib ketdi degan nomni olgan birorta bir odamni keltira olasizmi dedim. Sukut qildi. Chunki keltira olmaydi. Vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana deydi Alloh taolo. Biz yo'limizda jihad qilganlarni biz o'zimizni to'g'ri yo'limizga hidoyat qilib qo'yamiz deydi Alloh taolo. Darsimiz asnosida birodarlar, munofiqlarni jihad borasidagi amallari, holatlari, mavqiflari haqida to'xtalamiz. Biroq mana bu mavqiflar hammasi bitta odamda to'planib qolishligi yo mumkin yoki ba'zisi to'planishligi mumkin. Ya'ni ba'zi nifoqning alomatlari mumkin bitta alomati bo'lar, mumkin 4-5 ta alomati bo'lar yoki tamomiy shu jihad borasidagi munofiqlarni, Payg'ambar sollallohu davridagi munofiqlarning pozitsiyasi qanaqa bo'lgan bo'lsa, ana shu pozitsiyada bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki, "Va minhum" deydi. Ularning orasidan, ularning ichidan, ya'ni munofiqlarning ichidan mana bunday deydiganlari bo'ladi. Mana bunday amal qiladiganlari bo'ladi deydi. Ya'ni demak, hamma munofiqlar ham mumkin shu amalni qilmasligi mumkin. Lekin ularning ichidan shunaqa deydiganlari, shu amalni qiladiganlari, shu sifat bilan sifatlanib qolganlari chiqadi deydi. Tushuntira oldimmi birodarlar? Shuning uchun biz jihad borasidagi nifoqning alomatlarini keltirayotgan paytimizda o'ylab qolmasinki, ya'ni masalan bittasi tushdi bu odamga, nargisi tushmadi, demak unda nifoq alomati yo'q ekan, sezilmaydi ekan deb turib xulosa qilmaymiz. Biroq tevada aytib o'tganimizdek darsimiz boshida hukm chiqarishlikka shoshilmasligimiz kerak, chunki Alloh subhanahu va taolo qalblarni Alloh subhanahu va taolo biladi. Biroq biz ana shu munofiq sifat insonlardan ehtiyot bo'lishligimiz kerak bo'ladi. Birinchi ularning holati, jihad va mujohidlar borasidagi ularning holati nima deyiladigan bo'lsa, tazabzub, doim ikkilanishlik. Na u tomon emas, na bu tomon emas. Ularda agar gaplariga, mavqiflariga qaraydigan bo'lsangiz, na kofirlar tarafda ekanligi ham ochiq aytmaydi, bilmaysiz, va na musulmonlar tarafda ekanligini ham ochiq aytmaydi. Kofir musulmonlarning yurtini bosib oladigan bo'lsa, uni mavqifi doim ikkilanish holatida turadi. Difo qilayotgan, jihad qilayotgan, o'zlarining yerlarini va musulmonlarni difo qilib jang qilayotganlarni ham tarafida bo'lmaydi va qarabsizki, kofirlarni ham, shu bosqinchilarni ham ba'zida ularni ham tarafini olmayotganligini ko'rasiz. Ya'ni uni mavqifi shakli mavqif. Ya'ni ochiq nima qilmaydi, e'lon qilmaydi. O'zida ikkita saf bor. Musulmonlarning safi bor, kofirlarning safi bor. Masalan, Afg'onistonda Amerika va NATO boshchiligida kofirlarning safi keldi. Va ularga qarshi esa Afg'onistondagi mujohidlar jang qildi, musulmonlar jang qildi. Ikkita saf bor edi. Lekin bu odamlarning gaplaridan qaysi safda ekanligini ajrata olmaysiz. Yoki Suriyada masalan, Shomdagi misolni keltiradigan bo'lsak, Suriyada ham Rossiya, Eron boshchiligidagi bosqinlik harakati va Nusayriy bo'lgan, Alaviy bo'lgan zolim Basharning islom va musulmonlarga qilgan zulmi. Ya'ni mana bu borada ham nima qilmaysiz? Uni pozitsiyasini ochiq bayon qilganligini ko'rmaysiz. Na u tomon, na bu tomon emasligini ko'rasiz. Alloh subhanahu va taolo ayt-karimada aytadiki, "Muzabzabina bayna zalika la ilaha ulai va la ilaha ula." Ular na ular orasida va na bular orasida turib sarsondirlar deydi. Na ular tomon emas, na bular tomon emas. Sarson bo'lib turadilar. Payg'ambar alayhisalom munofiqni sifatlab aytadiki, "Masalul munafiqi kamathali shatil a'irati baynal ghanamayn." Munofiqning misoli ikkita qo'ylarning to'dasida adashib qolgan qo'yga o'xshaydi deydi. Ikkita qo'y to'da turibdi. Mana shu qo'yda qaysi biriga borishligini bilmasdan o'rtada qolib qolgan qo'yga o'xshaydi deydi. Tu'iru ila hadhihi marra, bu to'daga qarab ketadi, yana biri esa narigi to'daga qarab ketadi. Va la tadri ayyatuhuma tatba, va qaysi biriga ergashishligini bilmaydi deydi. Mana bu hadisni Imom Muslim o'zining Jami sahihalarida keltirgan. Oling masalan, qarang, hozir nazar soling, Falastindagi musulmonlarning jihodini olib qarang. Mana shu jihod haq jihodmi? O'rtaga olib qarang. O'rtaga olib tashlangda, ana shu munofiqlarni gaplarini keltiring. Bular jihod qilayotgan va yahudlarga qarshi kurashayotgan musulmonlar tomondami yoki yahudlar tomondami? Mana shu musulmonlarning jihodini qo'llaydimi, qo'llamaydimi? Solishtirib ko'ring.
qarabsizki, qo'llamayotganligini ko'rasiz. Aytadiki, nima qilasan jihodga borib deydi. Borsang sen mushkulot qilasan deydi. Nima bo'lsa ham jihod qilmagin deydi. Va hatto yahudlar tomonidan bir aziyat kelib qolishligidan qo'rqib turib, nima? Ularda ismini aytmaydi, yahud demaydi, Alloh la'natlagan qavm deb qo'yadi. Agar sudga tortilib bir nima bo'lib ketsa, yahudlar uni tortib yuboradigan bo'lsa, men sizlar nazarda tutmagan edim deydi. Yahud demadimi u deydi. Isroil demadimi u deydi. Isroil degan lafzdan ham qochadi. Nimaga? Chunki ulardan oyat karimada keladi, dunyo aylanib ular tomonidan zulm kelib qolishidan, xatar kelib qolishidan qo'rqadi. Ibn Atiyya rahimahulloh o'zlarining kitoblarida aytadilarki, muzabzabinning ma'nosi muttarrin la yathbutuna ala hal. Ular muttaribin, ular iztirobdagi insonlar kabidir. Iztirob deganda bu ikkilanish degan ma'noda. Ya'ni uning ma'nosi ikkilanishdir. Ular birorta bir holatda turmaydilar. Doim ularning holatlari o'zgarib turadi. Afg'onistonda mujohidlar Amerika bosqini paytida terrorist edi. Mujohidlar g'alaba qozongandan keyin esa terrorist emas bo'lib qoladi ular uchun. Shunaqa Bashar to qochib ketgungacha zolim emas edi. Qochib ketgandan keyin, mag'lub bo'lgandan keyin darhol ularning holatlari pozitsiyalar o'zgaradi-da, zolim bo'lib qoladi. Said Qutb rahimahulloh mana bu oyat tafsiri haqida aytadilarki, tebranish va qaysi tomonga moyil bo'lishlikni bilmaslik, mana bu zabzaba deydi. Ikkita safning qaysi birida turishlikni ajrata olmaslik deydi. Mu'minlar safidami yoki kofirlar safidami? Mana bu narsa deydi. Mana shu zabzaba holati bu shunday bir mavqifki, shunday bir holatki, bu musulmonning nazdida faqatgina jirkanish va tahqirlashlikni keltirib chiqaradi deydi. Musulmon odam jirkanadi shunaqa holatdagi odamni ko'rsa. Nimaga? Chunki u na musulmon tomon va na kofir tomon. U faqatgina o'zining shaxsiy manfaati tomon bo'lib turgan odam. Shuning uchun u mavqif deydi, ishmizaz, jirkanishlikni paydo qiladi o'zi aslida musulmon odamda deydi. Va u munofiqning shaxsiyatining zaif ekanligini dalolat qiladi deydi. U shunaqa bir zaif odamki, o'zini ochiqdan ochiq bo'lgan, uzil kesil bo'lgan mavqifini oshkor qila olmaydi deydi. Va o'zini aqidasini va o'zini pozitsiyasini, o'zini fikrini ayta olmaydi deydi. Ular tomonmi yoki bular tomonmi? Kofirlar tomonmi yoki musulmonlar tomonmi? Doim ikkilanishda turadi. Said Qutb rahimahulloh mana shu oyat tafsirining oxirida bayon qilib aytadiki, mana shunaqa tebranuvchi mavqiflarga ega bo'lgan insonlar borasida deydi, Allohning kalimasi haq bo'ldi deydi. Allohning bular borasidagi haq bo'lgan kalimasi deydi, ularni hidoyatlamasligidir deydi. Mana bunday insonlarni hech kim hidoyat qila olmaydi va ular to'g'ri yo'lni topa olmaydi. Mana shu musulmonlar borasida mana shu mavqifda muzabzab bo'lgan, na kofirlar tomon, na musulmonlar tomon bo'lib mavqifda turmaganligi uchun deydi, Alloh taolo ularni hidoyat qilmaydi deydi. Chunki oyat karimani davomida Alloh taolo aytadiki, "Va man yudlilillah falan tajida lahu sabila." Mana shu muzabzabillar haqida Alloh taolo aytib turib, oyat davomida kimni Alloh adashtirib qo'ygan bo'lsa, ana ularga yo'l topa olmaysiz deydi. Ularga yo'l yo'q, topa olmaysiz, chunki ular o'zlarini pozitsiyalarini ochiq e'lon qilmadilar. Shunaqa bir ikkilanishlikdagi va hayronlikdagi insonlar bular. Chunki bularni uqubati Alloh taoloning hidoyatidan mahrum bo'lishlik. Bularni bu holatlarini Alloh subhanahu va taolo boshqa oyat karimalarida ham zikr qiladi. Sayaqulul mukhallafuna idan talaqtum ila maghanim lita'khudunaha dharuna nattabi'ukum. Orqada xotin xalashlar bilan bo'lgan kishilar, agar sizlar g'animatlarni olishlik uchun ketadigan bo'lsanglar, bizni ham olinglar, bizlar ham sizlarga ergashaylik. Ta'khudunaha, sizlar g'animat olishlik uchun ketadigan bo'lsalar aytadilar, "Daruna, biz ham tark qilinglar, biz ham boraylik sizlar bilan, nattabi'ukum, sizlarga ergashaylik" deyshadi. Boshqa oyat karimada esa aytadiki, "Law na'lamu qitalan lattaba'nakum." Agar jang bo'lishligini bilganimizda biz sizlarga ergashgan bo'lardik deydi. Jangdan keyin g'alaba qozonilgan paytda qanday biz sizlarga ergashgan bo'lardik, lekin jangdan avval esa jang yo'q hech qanaqa. U jihad emas, jang emas. Agar jang bo'lganda biz sizlarga ergashgan bo'lardik deydi. Boshqa oyat karimada Alloh taolo aytadiki, "Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk." Agar oson manfaat bo'ladigan bo'lsa va qisqa safar bo'ladigan bo'lsa, ular sizga ergashgan bo'lardi. Ya'ni ular manfaatini o'ylaydilar xolos. Manfaati bo'lgan paytda sizlar bilan manfaat yo'q bo'lgan paytda ular pozitsiyalari, mavqiflari darhol o'zgaradida, kofirlarni safida ko'rasiz ularni deydi. Shuning uchun ularning holatiga nazar solsangiz, ba'zida mujohidlar tomon bo'lib turib gapirib qo'yayotganligini ko'rasiz. Va ba'zida esa tillari bilan mujohidlarga ozor berib, ularni yordamsiz tashlab, ularni adashayotganga chiqarayotganligini ko'rasiz. Xuddi payg'ambar alayhisalom zamonasidagi Ubay ibn Salul, munofiqlarning boshi Ubay ibn Salul kabi. Ubay ibn Salul Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan birga Uhud g'azotida birga chiqdi. Biroq Uhudga yetmasdan turib, jang maydoniga yetib kelmasdan turib, qo'shinning 3dan 1ini o'zi bilan qaytarib olib ketdi.
Ya'ni jang paytida payg'ambar alayhissalomni yordamchisi tashladi. Endi payg'ambar alayhissalom Uhuddan qaytgandan keyin esa odamlar ichida xutba qilib chiqib, turib, o odamlar orasida turib, Nabiy sallallohu alayhi vasallamga yordam berishlik kerak, payg'ambar alayhissalomga haqiqiy ansor bo'lishlik kerak, payg'ambar alayhissalomga eshitib itoat qilishlik kerak deb turib, payg'ambar alayhissalomni qo'llab-quvvatlashlikni Uhud g'azotida yordamsiz tashlab qo'ygandan keyin kelib turib nima qilyapti? Qo'llab-quvvatlashligimiz kerak deb turib da'vo qilyapti. Munofiqlar shunaqa. Ya'ni ba'zida yordam bergandek qilib ko'rsatadi, ba'zi sizni safingizda turgandek qilib ko'rsatadi. Lekin ba'zi esa uni holatiga, mavqifiga nazar soladigan bo'lsangiz, kofirlarning safida turib, sizga ozor berib turganligini ko'rasiz. Mana bu taqollub, mana bu ikkilanishlik, mana bu zabzabaning kelib chiqishligining asosiy sababi nima? Na musulmonlar tomon va na kofirlar tomon bo'lib turmasdan tebranish holatida turishlikning sababi nima deyiladigan bo'lsa, ulamolar aytadiki, buning sababi shaxsiy manfaatlardir deydi. Imom Roziy o'zini tafsirida aytadiki, buning sababi deydi, amalga chaqiruvchi bo'lgan narsalar deydi, har turli bo'ladi. Agar amalga chaqiruvchi bo'ladigan narsa mana bu dunyoga taalluqli bo'ladigan bo'lsa, mana bu dunyoning chaqiruvlari har xil, ya'ni manfaatlari har xil. Shuning uchun masalan jihodga chaqirishlikdagi yoki jihodni qo'llashlikdagi manfaat dunyoviy bo'ladigan bo'lsa, bu o'zgarib turadi. Ba'zida qo'llaydi, ba'zida qo'llamaydi. Chunki dunyo manfaatlari shunaqa. Lekin aytadiki, oxiratning manfaati esa, oxiratni iroda qilishlik esa mana bu narsa boqiy bo'lgan irodadir. Va mana bu irodada turgan inson esa sobit turadi va rosix turadi deydi. O'zini mavqifida, o'zini pozitsiyasida. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni sifatlagan paytda sabot bilan sifatladi. Ikkilanishlik, tebranishlik bilan emas, sabot bilan sifatladi. Alloh taolo karimada aytadiki, "Yusabbitullohu allazina amanu." Alloh iymon keltirganlarni sobit qadam qiladi deydi. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Allohning zikri bilan qalblar xotirjam bo'ladi deydi. Ya'ni Allohni eslaydi, oxiratni eslaydi, oxiratni o'ziga hadaf qilib olganligi uchun doim xotirjam bo'ladi. Lekin oxiratni o'ziga hadaf qilmagan inson esa doim ikkilanishda turadi. Demak, mana bu ikkilanishlikni va pozitsiyasini ochiq bayon qilmasligining sababi o'zining shaxsiy manfaatini o'ylashlik, islom va musulmonlarning manfaatini o'ylamaydi. Hatto aytadiki, sizlar nimaga buni qilmayapsizlar deydi. Sizlar nimaga falonchi davlatga qarshi jang ochmayapsizlar deydi. Vallohi, mana shu gapni o'zini islom va musulmonlarning manfaatini o'ylab turib gapirmaydi. Islom va musulmonlarning manfaatini o'ylab turib gapirmaydi. Chunki agar mana shu narsasida u haq bo'lganda edi va sodiq bo'lganda edi, o'zi ham qisman bo'lsa ham, hatto tili bilan bo'lsa ham ularga qarshi bo'layotgan jihodlarni qo'llagan bo'lardi. Lekin ko'rmaysiz qo'llaganligini. Mujohidlar esa ba'zi o'rinda jang qiladilar, ba'zi o'rinda e'dod qiladilar. Ibn Taymiyya rahimahulloh aytadilarki, biz musulmonlar jihod va e'dod ummatimiz deydi. Ba'zi o'rinda jihod qilamiz, ba'zi o'rinda jihod uchun e'dod qilamiz. Lekin e'dod qilishimizda ham islom va musulmonlarning manfaatini o'ylaymiz. Masalan, mujohidlar tayyorgarliksiz masalan ma'lum bir janglarda boshlasa, e'dodni boshlaydigan bo'lsa, musulmonlarga va islomga zarar kelib qoladigan bo'lsa va mana buni ehtimoli ko'p bo'ladigan bo'lsa, tayyorgarliksiz jang boshlashligida. Bu narsani qilmaydilar, birodarlar. Ular e'dodini yana ham mukammallashtiradilar. Nimaga? Chunki ular islom va musulmonlarning manfaatini o'ylaydilar. Mujohidlar borasida shubhalarni tashlayotgan kishilar islom va musulmonlarning manfaatini o'ylamaydilar. Demak, mana bu zabzabaning, ikkilanishning sababi bu kishi doim o'zini shaxsiy manfaatini o'ylab yurishlikda. Chunki shaxsiy manfaat doim o'zgarib turadi. Inshaalloh birodarlar, shu bilan kifoyalanib turamiz. Keyingi darsimizda yana jihod va mujohidlar borasidagi munofiqlarning holatlari haqida to'xtalib o'tamiz. Jazakumulloh xayron va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا